oshxonada ovqatlanib o'tirsam, bir men tengqur bola onasi bilan kelib yonimdagi stolga o'tirdi. E'tibor bermadim, ovqatlanishda davom etdim. Lekin ularni baland gapirgani qulog'imga chalindi. Hech tushunmas ekansiz-da, aya. Ha, sen o'zing katta bo'lib qolding-da, bolam. O'g'il jahl qilib chiqib ketdi. Lekin onasi g'alati bo'lib o'tirib qoldi-da. Ko'zlariga qarasam, unaqa tortishuv, unaqa janjallar men bilan onamning o'rtasida ham bo'lganda. Lekin men hech qachon o'ylamagan ekanman, men jahl qilib chiqib ketganimdan keyin onamning holati qanaqa bo'lishini. Birinchi marta ko'rdim-da hayotimda. Ota-ona har qanday iztirobga, azobga chidarkan, lekin bolasidan kelganiga chidalmay qolar ekan. Vaqt kech bo'lmasdan rozi qilishimiz kerak.